Bugun sizlar bilan Bollywood Battle syomka jarayonlariga ketamiz. Syomka o'tadigan pavilyonga yetib keldik. O'rtog'im Guli men bilan hamma hayajonda turgan bir paytda operatorlarimiz basketbol o'ynash bilan ovora. Biz Dilniyoz aka bilan rosa zo'r chiqishamizda. Sizlarga kostyumimni maqtanaman deb turgan bir paytda Akmal akani ham oynaga qaragilar kelib qoldi. Nihoyat syomka jarayonlari boshlandi o'rtoqlar. Bu yerda men o'ynaydigan raqs emasgina eslab olganman. Aytgancha bu syomkada men boshlovchi sifatida ham chiqdim. Sayot ustozimiz boshlovchilarga ham qisqagina raqs qo'yib berdilar va biz boshladik o'rtoqlar. Shuncha professional boshlovchilar turganda men ularning orasida o'zimni o'zga sayyoralikdek his qildim to'g'risi. Juri a'zolari bilan tanishib chiqaylik bittadan. Bir amallab duduqlanmasdan gapirganimdan xursand bo'lib tushib ketyapman. Va raqslar guldastasini mazax tomosha qilaylik. Hozir ko'rganinglar mehmon san'atkor, ya'ni bizni chiqishlarimiz. Umrimiz o'tgandan keyin o'zimizni his-hayajonlarimiz bilan bo'lishdik. Sirpanchiq raqs bo'ldi mana shu raqs. Juri a'zolarini, hammalarini fikrlarini eshitdik. Bu yoqda meni duoibatmi xullas erga tegishim uchun duo qilishyapti. Keyin Shahlo opamni kelinliklari eslariga tushib ketib, shartta kelin salom qo'yardilar va ikkinchi blok boshlandi. Orada peririfdan foydalanib pizza bilan biqin qilib oldik. Kech bo'lishiga qaramasdan Davlat aka, ya'ni rahbarimiz ishtirokchilar bilan birgalar. Kumush asalomdan har doim pozitiv tarqalib turadi bu. Finalgacha yetib kelmagan ishtirokchilar ham chetda qolmaydi. Ular ham albatta taqdirlanishadi. Orada Musulmon akani ham raqslarini tomosha qilib dalsha davom etdik. Sizlarga shunaqa chiroyli ko'rsatuvlarni yetkazib berish uchun juda ham ko'p inson mehnat qiladi. O'shaning uchun muhokama qilayotganinglarda ozgina ehtiyot bo'linglar. Sizlar ko'rsatuvni emas, shuncha va shundan ham ko'p insonni mehnatini muhokama qilayotgan yoki yomonlayotgan bo'lasizlar. Sahnada turgan ijodkor uchun tomoshabinlarni poddershkasi qanchalik muhimligini bizni Bollywood Battle oilamiz juda ham yaxshi bilamiz. Va o'shaning uchun qo'limizdan kelgancha maksimalni poddershka qilishga harakat qilamiz. Chunki sahnadagi hayajon qanchalik og'irligini juda ham yaxshi bilamiz. Va kulminatsiya, ballar e'lon qilinadigan qismga ham yetib keldik. Xuddi hozir menga ball qo'yiladigandek hayajonda turibman to'g'risi. Bollywood Battle'da eng ko'p mehnat qiladigan bu Sayot ustozimiz bo'ladi. Va nihoyat kim g'olib bo'lgani aniqlandi o'rtoqlar. Aslida Bollywood Battle qatnashgan har bir ijodkor g'olib. Har bir ijodkor o'zi uchun nimanidir kashf qilib ketadi. Shuning uchun men uchun hammanglar g'olibsizlar. 6-mavsum ham tugadi. Kimlarni tanidinglar? Atmet qilib ketinglar.